Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli hamyurtlar. Kanalimizni ishqibozlar. Adriya Hoji beramiz kanali. Mana Rahim akamni olib keldik 6 tarafda. Oxoyrasiga keldik. Mana uyga keldik, mana dehqonchilarni ko'ryapmiz. Mana Rizamat ekan, Rizamatga kuygan edi. Bir hafta oldin sotdik deyapti. Bugun 21-iyul 2026-yil. Sotqaniga bir hafta qoldimi? 10 kundan. Kunini solishtirib ko'rasizlar mutaxassislar. Kunini solishtirib ko'rasizlar, erta chiqqanmi yo'qmi? Erta bo'lganmi yo'qmi? O'zingiz o'tgan qaraganda ancha bir hafta erta bo'libdi. Bir hafta oldin sotishni boshladik. O'tgan O'tganiga qaragan. Kalibrlari qalay? Kalibri mana o'z ko'rib turibsiz, yaxshi. O'tgan yil ham yaxshi bo'lgan, bu yil ham yaxshi bo'ldi. O'tgan yilga qaraganda vahlara sotishni boshladik, vahlar qizardi. 2 marta quydik. 2 marta olib kelib quydik. Effekti zo'r. Effekti nihoyatda zo'r. Ham toza doridan mineral o'tgan. Ham odam tushadi, ham arzon, ham tabiiy-da u. Tabiiy odamga misol zarar qilmaydi. Bu mevaga ham qanaqa zarari bo'lmaydi. orcha qilib qo'ysam ham ziyon qilmaydi. Orcha qo'ysangiz ham ziyon qilmas ekan. Tekshirib ko'rdingizmi? Tekshirib ko'rdim. Mana shu o'zim qurib qolaydi, yaxshi bak surmayapti. Yo'lda bak surib, mana kaltinglar o'zi ko'rib qo'ying. Bak surib, mevani ham shunday qilib yaxshi tushunadi. Shuni nodasini ko'rsatgan nodalarni. Qo'shimda ko'rsatdi. Bilgi chiqqan nodalarni. Ham zo'r. Bu yerda sotishgan ekan, mana o'zingizni turi 17-yilmi? Ha, shunaqa. Yarimi sotdi, yarimi 40 million pul bo'libdi. So'shtirib o'zimdan tushungan odam o'zi qancha daromad qilganini ko'rib oladi masalan. Bittasidan qancha chiqishi mumkin, qancha daromad ko'rishi mumkin. Hammasidan bo'lsa qancha, 17 dan bo'lsa qanchaligini bilib oladi mutaxassislar. Men mutaxassisman, men tushunyapman uni. Ha, Ramaga? Lekin 400 dan, ha, 500 dan sot, 500 sot qolgan turibdi ekan. Bu olgan odamlar ham qizigan savdo bilan olib ketaveradi mana. Keladi. Bozor qancha? Bozorda tadimi yo Rossiya uradimi? bozorga borishadi. Rossiyaga emasmi? Brokerlar o'zi bozorga boradi, bozordan Odamchiga olib ketaveradi. Rossiya urmaydi asl. Rossiyaga. Odamchiga olib ketadi qisqasi. Bozorda. Qirg'izgami, qozoqmi? Endi biz yana bitta yangilik aytib qo'yay. Mana sizlarga video davomini ko'rsatamiz-ku. Begimizni suyultirib qo'yganmiz. Begimizda suv holati ham bor. Quruq simesini ham chiqarib qo'yadi. Bir yangilik qildik. 4-5 yildan beri shug'ullanyapmiz buni. Rahim akam 2 yildan beri 3 yil bo'lib qolyapti. O'tgan yilga borgan ekan, sajda bergan ekanmiz. Videolar davomida ko'rasizlar hammasini. Quruq simes chiqarib qo'yganmiz. Masalan, suyug'ini olib kelgan Rahim akamlar idish qilgan. Bakalashga 10 litrlik, 20 litrlik bakalashlar qilgan. Boshqa odamlar xolasa hozir masalan bizda quruq simesi bor, qopda tayyor. Tayyorlab miksda aralashtirib qo'yganmiz. Olib kelib suyultirib qo'yaveradi. Farqi yo'q. Osonroq yo'llari chiqib qoldi, xolos. Hamma xalqqa yaxshi bo'ladi. Faqat o'zimga emas, hamma narsaga foyda beradi. Men hozir so'z sezim kelyapti, mana so'zni kichik so'zlarga bo'lsa ham shunday qo'shsa foyda beradi. Uning ham videosi bor. Juda ko'p narsalar videosi bor. Kanalim Abdulla Hoji begimiz kanaliga kirsalar, 100 dan oshiq videom bor. Juda ko'p narsani takasat qilib qo'yganman. Har blogerga pul berganiga odam nima qilyapti? Puldan qizonyapti qisqasi. O'zimiz ham reklama qilaveramiz, xudo xolasa. Mineral o'g'it deymizda, mineral o'g'it desak, mineral o'g'itga qaraganda agar 8 ming, 12 ming so'm bo'lsa, 25 ming, 30 mingga tushadi bittasini tasdiqlagan to'g'risi. Mineral o'g'it. 20 ming, 25 ming, 30 ming qayda-yu bizga bir marta qo'ysa 3 ming bo'ladi. 2 marta qo'ysa 6 ming, 3 marta qo'ysa 9 ming bo'ladi. Bo'lib 3 marta qo'ying, bir marta qo'ysa ham ziyon qilmaydi-yu. Bosh katta bo'lsa ziyon qilmaydi. 1 yoshli uzumga 1 litr deb hisoblaymiz. 5 yoshli bo'lsa 5 litr, 10 yoshli bo'lsa 10 litr, bir marta qo'yganda normal. Biz hisobimizdan normal. Mevasiga ham qarab turib ko'pligiga shunga qarab qo'yish. Tushunayapmanmi? Meva ko'p bo'lsa, bo'lganda ko'proq qo'yish kerak. 1 litr ortaroq quyib qo'ysa, yetkazib yuborar ekan, hech qanaqa. Bu bizni qilgan suyuqni qochib ketolmaydi. To'g'mas qo'shanga ketib qolayotgan. Ya bu quyonmas qochib ketayotgan. Quysalar o'shada qoladi. O'shanga Rahim aka bilan maslahat qilyapmizki, mana boshqa videoda aytganmiz. Noyabrda qo'ysa juda katta foyda beradi. Xolasa bakka olsin, xolasa gövdasiga olsin, xolasa shoqqa olsin, farqi yo'q. Taq quyib qo'ysa qochib ketolmaydi. Foyda bersa beradi, ziyon beradi. Juda ko'p videolar ko'rsatib qo'yganman, shunaqa ish qilamiz.
yaxshi, nimasi effekti zo'r. Men effekti gap yo'q. Hammasini ikki boshdan qo'yib qo'yaverganman, lekin mana bir pirqa ham bo'lib qolgan yo'q, boshqa ham bo'lgan yo'q. Juda zo'r yetkazyapti. Men sizga maslahatim quying keling. Quyamiz. Mana olib keldik-ku. Quyamiz. Quying. Bittasiga quyman. Farqini ko'ring. Sizda olib kelgan o'sha biyagomishdan quydi. Ketyaptimi? 5 litr 5 litrdan. Mana shu uzun mana. Kuyganimga ishonib, hamma kalsayni ikkitadan, ikki boshdan. Och ko'zli qilib olib tashlashim kerak edi, olib tashlamadim. Mana yetkazyapti o'shanda. Yana quyishingiz kerak buni. Oz quygan 5 litr emas, 6 Abi bu litr. yaşı 15 yaşdır hocam ha? Özümüz 15 yaş. 20 yaş olmasa. Sizlerden tam rahmekan o'zi ham bilib o'zim boshqa odamdan bilursiz. Mana shu baytdan bag'i ishlarniki u olib kelgan ham yo'q, quygan ham yo'q. Gapir. Baribir Mana sarg'ayib turibdi. Quygan taraf sarg'ayib turibdi. Bir haftaga oldin. Mana shu yerda bag'i mana qora ko'hlik ko'rinib turibdi. Sezilyaptimi? bag'i quyilmagan, kam o'zi yo'q edi, quyilmagan. Baribir farqi bor ekan, mana ardonlar kelib so'rayapti meni o'zimni hozir. Men o'chib ketadi. Vaqtlar yetilgan, foydasi Mana bo'lmaydi. yetilganlarga mana hozir mana shu qo'shnilar bilan gaplashib ko'rdik. Endi hammasini ololmaymiz diyorlar. Bizim hatta bu odamlarga hali qizilgan yo'q ekan. Ish qanday jigar. Odam so'radi. Anakan katta bo'ldi. Birdan biz borishlar ham bo'ladi. Masalan, alt tarafda qo'yilasi mana mahalla pulni bilib olsa ham bo'ladi. Mana Ramakan taniganlar o'zimni sotib olgan bo'lsa, mana shunda bilib olsalar ham bo'ladi. O'shani qarab ish qilsalar ham bo'ladi. Keyin sizlarga aytmoqchimanki, Ramakan mana ishqilib qilganman, o'zimni ko'p qo'yib qo'yganman deyapti. O'zimni ko'p qo'ygan bo'lsa, unga quvvat berish kerak. Ya'ni tashabbutda qo'yish kerak. Qimmat tushmaydi-yu. Masalan, men ko'rganman. Bitta blogerimiz olib chiqqan 7 sut uzumga 4 qop amoqos solyapti. Bitta sog'onda. Hisoblab ko'raman, agar gektarga hisoblasa 22 qop bo'ladi. 2 tonna 200 bo'ladi. Pulni hisoblab ko'raman, qancha dunyo olib ketadi. Bitta uzum tagiga 20 ming rasot qilib qo'yadi. Ha bundan 10 litr qo'ysalar 10 ming bo'ladi, 5 litr qo'ysalar 5 ming bo'ladi. 3 marta 3 litrdan qo'yinglar, bu 9 litr 10 litr bo'ladi. Assalomu alaykum aziz birodarlar, aziz obunachilarimiz. Mana akamiz o'rtada ketdi, Ramjon akam. O'zi blog oldindan olib ketgan, uni syomka qilmagan ekanmiz. Mana buni syomka qilamiz, xudo xolasa. Mana bugun 22-yanvar 2026-yil. Xudo xolasa mana akam olib syomkani tashlab yuboradi bizga, uni ham sizlarga ko'rsatamiz, xudo xolasa. Akam mana ikkinchi marta ishlanib kelyapti, odamlarga ishonish uchun qilamiz. Akimga xudo xolasa Kengiz apar 200 litr bonus qilib, uni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Ramjon aka, sen nima deb qo'y. O'tgan yili akamdan olib ketgan edim. Haqiqatda 100% javob garanti ekan. Men tan berdim bu nimaga. O'zimga olib borib soldim, foydasini bildim. Hech qanaqa bitta aldov, yolg'on gap yo'q ekan. Adam mineral o'g'itda yaxshimi ekan? Shuni Yaxshi ekan, yaxshi ekan. Mineral o'g'itni Silitrab Amapostdan ko'ra men shuni afzal ko'rdim. Shuni o'shani oltardan kelib olib ketyapman, zo'r ekan. Azizlar, xudo xolasa Mana mashinada. O'tib qo'ydik. Salapanga o'rab 300 litrcha shu yerda bor. 100 litr oldim mana. 100 litr olib ketdim. Mana odamlarga ahamiyat bergani qarang. U publikani ko'rdinglarmi? Salafon olib kelgan odamlar. Joydan sharoit topyapti, joydan. Nimasi uni 10 litrlik pakalashga olib ketdi shuni ham. Anaga sharoit qilyapti. Odamlar qo'lida turibdi, dorini yuradi. Jigar siroz qayerga kelib chiqadi deyman men o'shancha. Jigar siroz mana shu ximikat orqasiga kelib chiqadi. Ichida turgan dorini, tuzalish uchun ichida turgan dorini ichida ham nitrat bo'ladi. Nitrat degani zarar narsa degani. Shuni yaxshilab tushuninglar. Hammasi ham foyda emas. Hammasi foyda emas. Ichida turgan suvni tuzalish uchun ichida turgan tabletkaning 80% foyda bo'lsa, 20% ziyon. Jigarga ziyon bo'ladi. Jigar quriydi, sen jigar siroz bo'lasan keyin. Rasululloh ko'rsatdik, hammasini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Hurmatli hamyurtlar. Mana xudo xolasa bugun 16-yanvar 2026-yil mana fevral. Ramjon aka yana keldi mana. Aytganimizni aytamizga binoan 22-yanvar kuni olib ketgan edi, ha, uni. Shamol sovuq kun edi. Yana keldim. Ya yetmagan joylarga quygani foydasi zo'r. Ojoqdan hech qachon zarar qilmaydi. Faqat foyda qilsa qiladiki, zarari yo'q bu.
mayda ko'chatlarga ham yaxshi bo'lar ekan. Uzumlarni, kichkina ko'chatlariga. har qanday daraxtga foydasi bor ekan. o'zi meni meni YouTube'da kanalimga kirsa hammasi ko'rsatib qo'yaman. Juda ko'p narsani isbotlab qo'yganman. Hozir ishonarli bo'lish uchun uzumda hozir xudo xolasa mana. Ramjon akam uzumga olib ketyapti. Buni videolarni hammasi ko'rsatib qo'yamiz. Xudo xolasa. Ha. Ertaroq pishirib berganmi? Nima deysiz? Siz sarasa berdingizmi shunga? Uzumga Bo'lmaganda bir haftaga tushiradi menimcha. o'tgan yili uzumdan tashqari ichkani bodring, pomidorlar ekkan edik. Haligilar ham zo'r bo'lganda. Ichib shunaqangi mevani quyib yuborgan zo'r bo'lgan. Shunga hosildorlikni ko'tarar ekan, zo'r bo'lar ekan. Sanagilarning mineral o'g'itdan ordan tushadi, xudo xolasa mana. Ha, albatta o'rgan. Kelay qolaga men katta nasoslar bilan qilib qo'yganmiz mana. Katta yo'nqisda 3 tonna narsa. Xudo xolasa hammasini ko'rsatamiz mana. O'zimiz agar idish topilmasa ham qilib beraveramiz. Mana yana 100 litr olib keldik, 200 litr bonus qilib beramiz deganmiz, xudo xolasa va'damizda turamiz. Mana ichkarilarga iloji boricha tiqdi. Endi siz bilan yechmay kelishibdi bu safar. Bu safar yechib kelishgan edi. Yaxshi yo'l ko'rsak hammasini bitta qilib qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa. Ishini o'ringlar o'g'inlar. Foydani yaxshi taraf sheyda. Aldanmaysizlar hech qachon. Aldov yo'q a? Aldov yo'q, hech qanaqa aldov yo'q. Alt taraf qaytansiz точно aytsangiz yetadi, odamlar qiziqishi mumkin. Oq buyuradi. Oq buyuradi ekan. Mana adresi aniq. Mana mashina aniq. Xolaslar men nomerini ko'rsatib qo'yaman. O'zimiz Farg'ona viloyat Bo'yda tumanidamiz. Mana Oltiariqda mashinasi. U ham. Necha kilometr ekan? Sizlarmi kilometrini? Bizgacha 70 kilometr. 70 kilometrcha. Men ham Qapchig'ayga borganman, Qapchig'ayda 65 kilometrda. Qapchig'ayga yetadimi yetmaydi? Mayli o'g'il. Chinara. Pastga to'g'ri edi. Salomat bo'ling o'g'illar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Shuningdek. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. O'tgan yil o'sha Yangi Qo'rg'on tomonga borib, o'sha tog'adan Begomisdagi suyultirilganini olib kelgan edim. Quygan edim uzumlarga, mana rizamat uzumlar hammasi ko'milgan, hali ochilgani yo'q. Endi ochamiz, hali bugun 8-fevral. Olib kelib, o'tgan yili quyib foydasini bilganman. Hozir mana shu 10 litrni 3 uzumga quyib qo'yyapman, bir xilda qilib bo'lib. Mana Aylantirib, tomirini ochib tuyular ekanda. Quyib, mana ko'p qo'yilaveradi, bo'ldi, turaveradi. Mevalarga qalay ta'sir qilgan? Mevalari vahli qizargan, donlari katta bo'lgan, yaxshi bo'lgan. Kalta surishlari. Kalta surishlari ham juda zo'r bo'lgan. Qilib foydasini bilganim uchun olib kelib mana quyapman. Boshqa dori solganim yo'q, mana shu o'zi yetyapti. Foydasi bor ekan. Kanal kuzatuvchilariga nima tavsiya berasiz? Endi Olib quysa albatta foydasi bor ekan. Ishonmasalar o'zlaring bir jitcha olib kelib bitta bir ikki tutga sinab ko'ringlar. Sinovga. Hech qanaqa bir bu odamni oson yilmaga ko'tarish maqsad emas. Borini aytyapman. Albatta yolg'on, hech qanaqa yolg'on aralashgan yo'q. Foydasini bilganim uchun olib keldim. Bo'lmasa olib kelmasdim, boshqa nima qilaverardim, o'zim yo'limni qilaverardim. Ammo yaxshi zo'r bo'lar ekan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Hamyurtlar qaranglar, mana Ramjon aka mendan bugun kelibdi. Mana bu yil 3-marta qo'yishingiz, xudo xolasa. 3-marta qo'yyapman. Foydasiga gap yo'q. Akamga rahmat, shunchalik narsani o'ylab topganiga mana yana olib ketyapman. O'tgan yilga qaraganda uzumlarim noling, o'tgan yili vahli sotdim, zo'r bo'ldi. Yana olib ketyapman, endi hozir chigitdek bo'lganda yana bir quyaman, xudo xolasa. Ancha kalibrini ham kattalashtirib, nimasini ham tezlab pishirar ekan. O'shanga qiziqdim men. Uzumdan shug'ullanay qolaga nima deysiz? Qaysi payt qo'yish kerak ekan deb o'yladingiz o'zingiz? Uzumga shu noyabrda uzum tugatgandan keyin amal borligida quyish kerak ekan. Amal ovolar ekan. O'ziga uzum qish quvvatda Mevani ko'proq qilib berar ekan, xudo xolasa. Bahordan zo'r ketar ekan meva. Mevani ko'paytirib oladi. Mevani ham ko'paytiradi, uzum ham baquvvat bo'lar ekan. Ha, xudo xolasa. Kalta surishlari ham zo'r bo'ladi.
Hammasiga foyda beradi. Hammasiga foyda berar ekan. O'tgan yili tekshirib ko'rganmiz kalibrlarni, Rahim aka. Ha, tekshirganmiz. Bilam kechib qoldik-da, bilam yanvarda qo'ydikmi birinchisini? Yanvarda, ha, yanvarda olib, Yanvarda 18'larimda shuni qo'ydi. o'shanda olib ketib qo'ydim. Hammaga barakatli bo'lsin. Mana uzumi borlar sho'r bo'lasizlar. Mana Rahim akam Oltiariqda Oqbayra astamidi? Oqbayrada 3-marta kelish mana. Ishemaganlarga mana ko'rsatib qo'ydi. Yildan beri kelaman. Biz o'tgan yil sajda bermagan ekanmiz, o'tgan yilga kelgan ekanmiz, sajda bermagan. Mana bu yildan xudo xolasa mana videolarga chiqaramiz. 3-marta kelishi. Nimaga bu odamga bitta odam qaytib kelmaydi deb o'ylab qolmanglar. Mana kelgan odamlar bor. Rahim aka. Albatta. Qaysi narsa ishonchlilik bo'lgandan keyin yaxshi bo'laverar ekanda, ishonganimizdan kelyapti. Foydasini bilganimiz uchun kelyapti. Foydasi bo'lmasa, bir marta kelib qaytib kelmasdi. Salomat bo'linglar, oilalar. Oila yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammaga manfaatli bo'lsin. O'zim Alisherman. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa videolarimiz ko'p video chiqaramiz, xudo xolasa. Salomat bo'linglar.